Shershtagi tez-tez siyish kasallikmi yoki normal holatmi ba'zi insonlar uchun? Bu aslida juda katta mavzu hisoblanadi. Bu vaziyatdan, holatdan kelib chiqilgan holatda, iste'mol qilingan suvning miqdoridan kelib chiqilgan holatda farqlanadi normada. Aslida tez-tez siyish har doim bu muammo. Tez-tez siyish, oz-ozdan ayniqsa tez-tez siyish bu juda ham muammo. Ba'zilar aytishadi, men oz-ozdan ko'p siyayapman. Bu ham muammo. Bu qandli diabetning belgisi bo'lishi mumkin. Har xil qandsiz diabetning belgisi bo'lishi mumkin. Bular ham xavfli kasalliklar hisoblanadi. Odam sovuqda yoki bo'lmasa ko'p suv ichganda tez-tez qatnashi bu norma hisoblanadi. Lekin odam kam suv ichib yoki bo'lmasa sovuq emas, tana harorati, masalan, xona harorati yaxshi optimal darajada turib, lekin odam tez-tez hojatxonaga borishi bu normal hisoblanmaydi. Ayniqsa kechalari uyg'onib, ko'p hojatxonaga chiqishlar bular ham normal hisoblanmaydi. Bunday bemorlar ko'pincha bunga sabab bo'ladi siydik yo'llaridagi infeksiyalar. Erkaklar aytishadi, tomib qolyapti, siydik tutolmay qolyapmiz. Biz birinchi o'rinda aytamiz, hojatxonaga kirib chiqqanimizdan keyin siydik tomib qolyapti deysa, istibroqlasmi? Ya'ni tomog'ingizni qirib yo'talish yoki bo'lmasa o'rningizdan 1-2 marta bu shariatda ham berilgan 2-3 marta turib o'tirib turishingiz yoki bo'lmasa ozgina muddatga bir aylanib kelib keyin tahorat olishingiz. Agar shu holatdan keyin ham siydik tomib qolayotgan bo'lsa, bu muammo. Ko'pincha bunga sababchilardan bo'ladi, bu prostata bezidagi muammolar bo'ladi. Siydik qopidagi muammolar bo'ladi, ya'ni giperaktivnost, siydik qopini qisqaruvchanligini, sezgirligini oshib ketishi bo'lishi mumkin. Siydik chiqaruv kanalidagi muammolar bo'lishi mumkin. Bular hammasi o'z vaqtida davolanib, o'z vaqtida e'tibor berilmasa, har bilinmasa bu og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, albatta kelib, murojaat qilib, urologdan maslahat olishlarini tavsiya qilib qolgan bo'lardik.